Srochniy narxlarda bitta uchastkamiz chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'chadan kiraverish eshigi bo'ladi mana. Uchastkamiz katta sifatida qurilgan 2 sotixga. Hozir hovlilarni ko'rsataman. Birinchi uyni ichkarilarini ko'rsatib olay. Bu mana bu oshxonamiz, mebellarni yasatib, bemalol choy ichib o'tirish uchun joylari ham yetarli. Taxminan 3,5 ga 5. Juda yaxshi qoldirilgan razmerlari. Koridor bo'ylab yurganimizda bu birinchi xonamiz bo'ladi, zal. Yaxshi lyustralar taqib qo'yilgan. Ozgina asvejit qo'yishga pollari tayyor. Asvejitni ham qilib berar ekan egalari. Ko'chaga qaragan romlari bor. Mana bu uchinchi xonamiz bo'ladi. Batareyalar taqib qo'yilgan, laminatlar yaxshi, lyustralar taqib qo'yilgan. Ota-onalar yotoqxonasining ichida mana o'zining sanuzlarga ega. Juda yaxshi aboylar taqilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi romlar qo'yib qo'yilgan oxirgi fasondagi. Ko'rishingiz mumkin. Bu 4-xonamiz bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi. Ha, aytgancha manzilga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyati, Toshkent tumani. Yangi Tashmi postidan 5 kilometr kirganda avtobus, marshrutka qatnovlarida muammo yo'q ekan. Egalariga juda pul zarur bo'lganligi uchun 52 ming dollarga turgan ekan. Bizning kanaldan kelsanglar, yana o'tadigan joyi bor. Baraka qilib bosib yuboradigan joyi, juda arzon narx. Remonti bilan tayyor uchastka qayerda bor. Uyimizning fasad qismi yaxshi naqadan qilib qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu esa darvozaxonasi. Darvozaxonaga ham ikkita mashina bemalol sig'adi. Yana eng yaxshi tomoni podvoli ham bor ekan bu yerda. Razmeri yaxshi qoldirilgan. Mana podvol qismini ham ko'rishingiz mumkin. Katta yo'llar o'rnatib qo'yilgan, tayyor. Yashashga tayyor kirib. Как sklad sifatida yoki kladovka sifatida foydalansa ham bo'ladi. Aytayotgan uchastkamiz juda katta yo'lga juda yaqin joyda joylashgan. Ostanovkalar ham bir qadam ekan. Shaharga bemalol Chorsuvga qatnaydigan avtobus, marshrutkalar bor ekan. Mana bu esa uyimizning fasad qismi bo'ladi. Endi mana shu burchakdan mana shu joydan mana shu joygacha ichkariga qarab kengaygan. Ichkariga kirgandan keyin darvozaxona bo'ladi bu joyimiz. Bu kirgandan keyin ichkariga qarab kattaroq ketilgan.